Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda foydali va ko'pchilik ishlatadigan mahsulot gxi moyini uy sharoitida tayyorlashni sinab ko'ramiz. Gxi ya'ni toplёный maslo bu qaymoq yoki sariyog'dan olinadigan toza yog' bo'lib, uning ichida hech qanday sut qoldig'i yoki suv bo'lmaydi. Shu sababli u juda yengil, toza va organizm uchun foydali hisoblanadi. Bu moy asosan ovqat tayyorlashda ishlatiladi. U taomlarga o'zgacha mazali hid va ta'm beradi. Eng muhimi, gxi yuqori haroratda ham kuymaydi. Shuning uchun qovurish uchun juda qulay hisoblanadi. Ko'plab odamlar gxini sog'lom yog' sifatida tanlaydi, chunki u oddiy yog'larga qaraganda yengil hazm bo'ladi va oshqozonga og'irlik qilmaydi. Ko'p qaynaganligi sababli laktoza parchalanib ketgan bo'ladi. Shu sababli agar siz sog'lom ovqatlanishga e'tibor bersangiz, gxi moyi siz uchun yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Men aynan 2 litr qaymoqni oldim. Uni suv hammomida qaynatishingiz ham mumkin. Tagi olish ehtimoli kam bo'ladi, yo'q bo'ladi. Yoki chuqur menga o'xshab tagi qalinroq idishga qo'yib, to'g'ridan-to'g'ri gazol bilan qaynatishingiz ham mumkin. Uning uchun boshda turib aralashtirib turishingiz kerak. Faqat shu joyida juda hushyor bo'lishingiz kerak. Olov o'ta baland bo'lishi kerak emas. Gxi moyi ham kuyishi mumkin va o'zidan taxir ta'm chiqaradi. Ko'rib turganingizdek, gxi moyida mana shunaqa oq do'rdachalar qoldi, ya'ni qaymoqnikidan. Oltin rang bo'lganidan keyin tagini o'chirib, sal sovishiga qo'yib qo'ydim. Sovigandan keyin bankaga solib o'lchasam, 1 litrdan oshiq moy chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz ham albatta uyda tayyorlab ko'ring.